Agar bu gaplarni yaxshi tushunsangiz, demak siz ingliz tilini yaxshi tushunasiz. Bu gaplar odatda o'quv markazlarida o'rgatiladigan gaplar emas. Bu gaplar aynan native speakerlar tomonidan har kunlik muloqotda ishlatiladigan gaplar. Bu gaplarning ichida ishlatilgan so'zlarni tarjimasini ko'pchilik biladi, lekin bu gaplarni va iboralarni o'zini asl ma'nosini hamma ham bilmaydi. Bu gaplarni siz asosan kinolarda, YouTube videolarda va eng muhimi native speakerlar tomonidan har kunlik muloqotda ishlatilganini eshitishingiz mumkin. Hozir bu gaplarni men sizga ketma-ketlikda aytaman va siz ularning ma'nosini taxmin qilishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin men sizga ularning asl ma'nosini tushuntirib beraman. Har bitta gapni aytganimdan keyin videoni to'xtatib, ularning ma'nosini bilmagan taqdiringizda ham taxmin qilib ko'ring. Shunda men sizga ularning asl ma'nosini tushuntirganimda ularni eslab qolishingiz yana ham oson bo'ladi. Video davomida o'zingizni sinab ko'ring va video oxirida bu gaplarning umumiy nechtasini topganingizni o'zingiz uchun bilib olasiz. Demak, vaqt yo'qotmasdan boshladik. Birinchisi, that doesn't add up. Bu gapni so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsa, u qo'shilmaydi degan ma'no kelib chiqadi, lekin bu iborani o'zi ingliz tilidagi asl ma'nosi mantiqqa to'g'ri kelmaydi degan ma'noda ishlatiladi. Tasavvur qiling, sizga kimdir ham qanaqadir ham voqeani aytib beryapti, lekin voqealarni eshitganingizdan keyin nimadir ham bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Ya'ni cho'tta nimadir ham bir-biriga to'g'ri kelmayapti deymiz o'zbek tilida. Even ingliz tilida mana shunaqangi holatda that doesn't add up iborasidan foydalansangiz bo'ladi. He said he was at home all night, but his car was seen at the mall. U kechasi bilan uyda bo'lganini aytdi, lekin uni mashinasini targoviy sentrda ko'rishgan. It just doesn't add up. Ya'ni bu uni gapiga voqea to'g'ri kelmayapti. Sababi u kechasi bilan uyda bo'lganman degan, lekin uni mashinasi targoviy sentrda ko'rilgan. Ya'ni voqea bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Mana shunaqangi holatda that doesn't add up iborasi botga to'g'ri keladi. Yana bitta misolga qaraymiz. She is usually never late and always answers her phone. Something doesn't add up. Tarjimasi u odatda kech qolmaydi va har doim telefoniga javob beradi. Nimadir ham to'g'ri kelmayapti, ya'ni nimadir ham nito. Ikkinchi iboraga qaraymiz. I'm not following. Bu iborani so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsa, follow bu kuzatmoq, ya'ni o'zbekchadagi tarjimasi men kuzatmayapman deb tarjima qilinadi, lekin ingliz tilidagi buni asl ma'nosi umuman boshqacha. Tasavvur qiling, siz kim bilandir ham gaplashyapsiz va u odam sizga qanaqadir ham voqeani tushuntirib beryapti. Aynan shu tushuntirayotgan joyda siz nimadir ham aytayotganda adashib ketdingiz yoki eshitmay qoldingiz. Mana shunaqangi holatda aynan shu iboradan foydalansangiz bo'ladi. Oddiyroq tushuntirganda bu ibora men tushunmay qoldim degan ma'noda tarjima qilinadi. Ya'ni misolda qaraydigan bo'lsa, u odam sizga nimadir ham tushuntirayotganda siz tushunmay qolgan bo'lsangiz, I'm not following desangiz, u gapirayotgan odam o'sha gapirgan narsasini sizga yana qaytadan tushuntirib beradi. Uchinchi iboramizga qaraymiz. I'm not sold on that yokida I'm not sold on it. Bu gapimizga qaraydigan bo'lsa, sold bu sell, ya'ni sotmoq fe'lini o'tgan zamondagi shakli, lekin bu gapimizda hech qanaqa sotuv haqida gap ketmayapti. Tasavvur qiling, kimdir sizga qanaqadir voqeani aytib beryapti va siz u voqeaga ishonmayapsiz. Mana shunaqangi holatda ishonmayapman deyish uchun I'm not sold on that yokida I'm not sold on it degan iboradan foydalansangiz bo'ladi. Misolga qaraymiz. I listened to your proposal, ya'ni men sizni taklifingizni eshitib ko'rdim. But I'm not sold on the new marketing strategy, ya'ni men sizni taklifingizni eshitdim, lekin siz taklif qilgan yangi marketing strategiyaga meni ko'zim yetmayapti, ya'ni men unga ishonmayapman. Xullas, ishonmayapman, ko'zim yetmayapti demoqchi bo'lgan holatingizda ingliz tilida I'm not sold on that yokida I'm not sold on it iborasidan foydalansangiz bo'ladi. Keyingi iboramizga qaraymiz. I'll give you that. Bu iborani so'zma-so'z tarjima qilsa, uni senga beraman deb tarjima qilinadi. Qarang, siz bu iboradan native speakerlar aynan qanaqangi holatda foydalanishini taxmin qilib topib ko'ring. Yana bitta narsani eslatib o'taman. Har bitta iborani aytganimdan keyin men uni ma'nosini sizga reski tushuntirib ketaman. Siz bo'lsa videoni har safar pauza qilib, bilmagan iborangizni ham taxmin qilib ko'ring. Ana o'shanda bilmagan iboralaringizni eslab qolishingiz ancha oson bo'ladi. Xo'p, I'll give you that iborasidan native speakerlar odatda sen haqsan degan ma'noda foydalanishadi. Tasavvur qiling, o'rtog'ingiz sizga o'zini yana bitta o'rtog'i haqida gapiryapti. Ikkalangiz ham bilasizlar, u dangasa, lekin shu bilan birga aql, ya'ni o'rtog'ingiz xuddi shu haqida sizga aytayapti. I know he is lazy, but he is very smart. Va siz bu fikrga qo'shilasiz, ya'ni uni dangasaligiga ham qo'shilasiz, lekin uni aqlliligiga ham qo'shilasiz. Shunaqangi holatda siz unga javob sifatida yes, he is very lazy, but he is smart. I'll give you that degan iboradan foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni uni aqlliligiga ishonaman. Bu tomonlama sen haqsan demoqsiz, ya'ni uni dangasaligini bilasiz, lekin aqlliligiga bu fikriga qo'shilasiz. Bugun ko'rib chiqadigan keyingi iboramiz let that sink in. Sink so'zini o'zini asl ma'nosi cho'kmoq deb tarjima qiladi. Ya'ni Titanic kemasini cho'kkani haqida gapirayotganimizda aynan shu so'zdan, ya'ni shu fe'ldan foydalanamiz. Lekin let that sink in iborasidan native speakerlar umuman boshqa ma'noda foydalanishadi. Ya'ni biron bitta narsa haqida yaxshilab o'ylab ko'r deyishmoqchi bo'lsa, mana shunaqangi holatda let that sink in iborasidan native speakerlar foydalanadi. Tasavvur qiling, kimgadir ham qanaqadir ham ma'lumot aytdingiz va gapingizni bu haqida yaxshilab o'ylab ko'r deb tugatmoqchisiz. Mana shunaqangi holatda let that sink in iborasidan foydalansangiz to'g'ri bo'ladi. Misolga qaraymiz. You don't need 5 years to learn English. Ya'ni siz ingliz tilini o'rganishingiz
uchun 5 yil kerak emas. You need consistency for 3 months. Let that sink in. Ya'ni ingliz tilini o'rganishingizga 5 yil vaqt kerak emas, sizga 3 oy stabilniy shug'ullanish kerak. Bu haqda yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin ko'rib chiqadigan iboramiz that came out of nowhere. Biror nima qanaqadir voqea kutilmaganda bo'lib qolsa yoki siz gaplashayotgan odam siz kutmagan narsani birdaniga aytib qolsa, mana shunaqangi holatda that came out of nowhere iborasidan foydalansangiz bo'ladi. Bu ibora orqali o'sha voqea yoki o'sha aytayotgan gapni siz umuman kutmaganingizni bildirasiz. Tipa I didn't expect that deyishni o'rniga native speakerlarga o'xshab that came out of nowhere dan foydalansangiz bo'ladi. Tushunishimiz osonroq bo'lishi uchun bitta misolga qaraymiz. Tasavvur qiling, sizni o'rtog'ingiz sizga uylanmoqchiligi haqida kutmaganingizda aytib qoldi va siz undan bunaqa gapni kutmagansiz. Mana shunaqangi holatda misol uchun o'zingizni bu narsani kutmaganligingizni ifodalash uchun that came out of nowhere iborasidan foydalansangiz bo'ladi. Shu misol inglizchasida ko'ramiz. O'rtog'ingiz sizga qaraydi, bro, I want to get married dedi va siz undan bu narsani kutmagansiz va siz unga javob nisbatan that came out of nowhere deb reaksiya bildirsangiz bo'ladi. Keyingi ko'rib chiqadigan iboramiz I wouldn't go that far. Tasavvur qiling, kimdir sizga nimadir ham aytdi va siz uni juda ham oshirib deb o'ylayapsiz. Mana shunaqangi holatda I wouldn't go that far iborasidan foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni jab bunaqa darajada o'ylamagan bo'lardim deb tarjima qilinadi. Misol sifatida siz o'rtog'ingiz bilan qanaqadir ham restoranga bordingiz va ovqat zakaz qildingiz va u restorandagi ovqatni tuzi sal ko'proq, ya'ni sho'rroq chiqib qoldi, lekin o'rtog'ingiz uni juda ham yomonlab tashyapti. Ya'ni faqatgina tuzi hisobiga umumiy restoranni, umumiy ovqatni yomonlayapti. Mana shunaqangi holatda siz juda ham oshirib yubording deyish uchun mana shu iboradan foydalansangiz bo'ladi. Hozir bu iborani biz ya'ni mana shu misolni ingliz tilida ko'rib chiqamiz. O'rtog'ingiz sizga o'sha holatda aytadi, "This is the worst food in the world." Ya'ni bu dunyodagi eng yomon ovqat deb reaksiya bildiradi. Va siz unga javob sifatida I wouldn't go that far. It's just a little salty. Ya'ni men bunaqa darajada yomonlagan bo'lmasdim, ya'ni siz hech kim oshirib yubordingiz, shunchaki bu sal sho'rroq deb javob bersangiz bo'ladi. Oddiyroq qilib aytganda, voqma qilmadingiz, shunaqangi holatda bu iboradan foydalansa bo'ladi. Bitta narsani eslatib o'taman, o'zi ingliz tilida bu sizlarga aytayotgan iboralarimizni so'zma-so'z o'zbek tiliga tarjima qilib bo'lmaydi. Sababi har bitta tilni o'zini iboralari, o'zini maqollari bor. Xuddi shunaqa bu iboralar ham faqat ingliz tilidagina o'sha tushuniladi. Ya'ni ularni o'zbek tiliga primoy tarjimasi yo'q. O'zbek tilidagi iboralarni ham primoy ingliz tiliga tarjima qilib bo'lmaydi. Shu sababdan ularni maksimal darajada umumiy ma'nosini sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman va qanaqangi holatda ulardan foydalanishingiz kerakligini ham tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni ularni so'zma-so'z tarjima qilishga harakat qilmayman, shunchaki qanaqangi holatda ulardan foydalanishingiz mumkinligini va kerakligini bilib olsanglar, o'zingizlar o'sha gapirganingizda bemalol foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Keyingi ko'rib chiqadigan iboramiz I wouldn't count on it. Bu iborani ham so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsa, uni ustida sanamagan bo'lardim deb tarjima qilinadi. Native speakerlar bo'lsa, bu iboradan ishonma yoki umid qilmaydigan ma'noda foydalanishadi. Ya'ni kimdir sizga nimadir ham bo'ladi deyapti va aynan o'sha ishchi bo'lishiga sizni ko'zingiz yetmayapti. Shunaqangi holatda bo'lishiga ko'zim yetmayapti, unchalik ishonib qo'ygan bo'lmasdim demoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, I wouldn't count on it iborasidan foydalansangiz bo'ladi. Misolga qaraymiz. Tasavvur qiling, sizni do'stingiz o'zini yaxshi ko'rgan qizi bilan munosabatlarni to'xtatgan va oradan vaqt o'tgan, lekin baribir do'stingiz bu narsadan umid qilyapti. Ya'ni o'zini yaxshi ko'rgan qizi unga qaytib kelishiga ishonyapti. Shunaqangi holatda u sizga aytadi, "Bro, I think she's going to come back. She just needs time." Ya'ni o'rtoq, menimcha menga qaytib keladi, unga shunchaki qo'shimcha ozgina vaqt kerak, ya'ni hamma narsani fikrlash uchun vaqt kerak. Bunaqangi holatda unga javob sifatida siz "Man, I wouldn't count on that" deb javob bersangiz bo'ladi. Ya'ni do'stim, men bu narsadan umid qilmagan bo'lardim, chunki sizni ko'zingiz yetmayapti o'sha uni yaxshi ko'rgan qizi unga qaytib kelishiga. Keyingi iborani men o'zim ishlatishni yaxshi ko'raman. Bu juda ham kerak bo'ladigan ibora va bu iboramizda "That's not my thing." Biron bitta narsa menga yoqmaydi, meni fokusim emas demoqchi bo'lsangiz, aynan shu iboradan foydalansangiz bo'ladi. Tasavvur qiling, sizga baland shovqinli muzika yoqmaydi, ya'ni siz umuman unaqa narsani, unaqa atmosferani yoqtirmaysiz va sizga do'stingiz "Let's go to a loud party tonight" deyapti. Ya'ni demak bugun o'sha baland shovqinli muzikali vechelinkaga boramiz deyapti. Siz unga javob sifatida "Nah, that's not my thing" deb javob bersangiz bo'ladi. Ya'ni bu degani sizga o'sha shovqinli narsalar, shovqinli vechelinkalar yoqmasligini u odam tushunib oladi. Ya'ni bu faqatgina hozir yoqmayapti, umuman sizga o'sha shovqinli muzikasi baland bo'lgan narsalar, vechelinkalar, restoranlar yoqmasligini tushuntiryapsiz. Keyingi iboramiz shaxsiy chegaraga aloqador ibora hisoblanadi va bu ibora "That's where I draw the line." Aytinglar, nimadir yoki kimdir sizni chegarangizdan o'sha, ya'ni shaxsiy chegarangizdan o'tib ketyapti, ya'ni u odamni gapirayotgan gapini to'xtatish uchun mana shu iboradan foydalansangiz bo'ladi. O'sha siz hech kim oshib tushyapti deymiz, o'zbek tilida mana shu ibora ingliz tilida xuddi shu ma'noda ishlatiladi. Misolga qaraymiz. You can joke about anything. Любой narsa haqida hazil qilsam bo'ladi, but not about my family. Lekin meni oilam haqida emas. Ya'ni xohlagan narsang bo'yicha menga hazil qilur, lekin oilam haqida hazil qilish mumkin emas. That's where I draw the line deb gapingizni tugatsangiz bo'ladi. Ya'ni meni
shaxsiy chegara mashqda to'xtaydi degan ma'noni bildiradi. Bugungi ko'rib chiqadigan oxirgi iboramiz I'll give it a shot. Mana mana shu iborani tarjimasini taxmin qilib ko'ring. Ingliz tilida biror narsani sinab ko'raman demoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana mana shu ibora sizga kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, siz mana oldimga kelyapsiz va menga aytyapsiz, ingliz tilida speakerim yaxshi chiqmayapti. Nima qilsam bo'ladi deyapsiz. Men sizga shunaqangi paytda qanaqadir ham rejim tuzib beryapman va men uni sinab ko'raman demoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, I'll give it a shot degan iboradan foydalansangiz bo'ladi. Bugungi sizlar bilan ko'rib chiqmoqchi bo'lgan iboralarimiz ro'yxati shularda, ularning orasidan nechtasini bilardingiz va nechtasi siz uchun yangi bo'ldi. Bular haqida izohda yozib qoldirsangiz xursand bo'laman. Undan tashqari yana qanaqa mavzular bo'yicha videolar chiqishini xohlagan bo'larsiz. Bularni ham izohda yozib qoldirsangiz, aynan shu mavzular haqida video chiqarishga harakat qilaman. Hozircha o'rgatmoqchi bo'lgan iboralarim ro'yxati shularda. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bundan albatta xursandman. Xudo xolisa sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishamiz. See you later.